Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim, har bir keksa yoshdagi fuqaromizga, nafaqat pensiya oluvchilarga, balki ularning oila a'zolariga ham bevosita ta'sir etadigan yangiliklar haqida gaplashamiz. Shuning uchun hozirda ekrandan ko'zingizni uzmasdan diqqat bilan tinglashingizni so'rayman. Bugungi kundan boshlab pensiya tizimida jiddiy o'zgarishlar kuchga kirdi va bu sizning har oylik to'lov summasiga, nafaqa olish tartibiga va hattoki qaysi hujjatlarni taqdim etishingiz kerakligiga ham bevosita ta'sir qilishi mumkin. Bu ma'lumotlar shunchaki umumiy yangiliklar emas, balki shaxsiy moliyaviy ahvolingizga ta'sir etadigan aniq o'zgarishlardir. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Aytib o'tishim kerakki, bu ma'lumotlar shunchaki eshitganingiz emas, balki sizning hayotingizga jiddiy ta'sir ko'rsatadigan yangiliklardir. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lib, ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu bizga bunday muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkazishimizga yordam beradi. Keling, avval qanday edi va hozir nima o'zgardi degan savolga javob beraylik. Ilgari pensiyalar ko'pincha ma'lum bir grafik asosida, odatda yiliga bir yoki 2 marta inflyatsiya darajasiga qarab indeksatsiya qilinardi. Bu jarayon avtomatik tarzda amalga oshar. Ko'pchilik fuqarolar bunga e'tibor ham bermasdi. Shunchaki pensiya miqdori biroz oshganini ko'rardi. Ba'zi imtiyozli toifalar uchun qo'shimcha to'lovlar ham mavjud bo'lib, ular ham ma'lum qoidalar asosida belgilangan edi. Bu tizim o'z davrida fuqarolarni moddiy qo'llab-quvvatlash uchun xizmat qilgan, ammo ba'zan uning moslashuvchanligi cheklangan edi. Iqtisodiy o'zgarishlar va narx-navo keskin oshganda, pensiya miqdorining yetarli darajada oshmasligi pensiya oluvchilarning turmush darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin edi. Shuningdek, pensiya hisoblash metodologiyasi ham vaqt o'tishi bilan ba'zi nuqsonlarni ko'rsatgan edi. Ayniqsa, uzoq yillik mehnat stajiga ega bo'lgan yoki kam daromadli ishlarda ishlagan fuqarolar uchun pensiyalar adolatli hisoblanmagandek tuyulardi. Biroq bugungi kundan boshlab joriy etilgan yangi tizim bir necha jihatdan avvalgisidan tubdan farq qiladi. Eng muhimi shundaki, endilikda pensiya hisoblashning ma'lum bir qismi yangi mezonlarga asoslanadi. Bu yangi mezonlar nafaqat inflyatsiya darajasini, balki mamlakatdagi o'rtacha ish haqi o'sish dinamikasini ham hisobga oladi. Bu degani pensiya miqdori faqatgina narx-navo o'sishiga qarab emas, balki iqtisodiyotning umumiy rivojlanishiga, ish haqi fondining o'sishiga, mamlakat yalpi ichki mahsulotining ko'rsatkichlariga qarab ham o'zgarishi mumkin. Bu pensiyalarni iqtisodiy o'sish bilan bog'lashga urinish bo'lib, kelajakda pensiya oluvchilarning turmush darajasini yanada barqarorlashtirishga qaratilgan. Bundan tashqari, ayrim turdagi pensiyalar uchun hisoblash formulalari qayta ko'rib chiqilgan bo'lib, bu ayrim toifadagi fuqarolarning pensiya miqdoriga sezilarli darajada ta'sir qiladi. Masalan, uzoq yillik mehnat stajiga ega bo'lganlar, ayniqsa 31 yildan ortiq ishlagan fuqarolar uchun qo'shimcha ballar yoki koeffitsiyentlar joriy etilgan bo'lishi mumkin. Bu albatta ularning pensiya miqdorini oshirishga xizmat qiladi. Nogironlik pensiyasi oluvchilar uchun ham maxsus himoya mexanizmlari kuchaytirilgan bo'lib, ularning eng kam pensiya miqdorlari yuqoriroq darajaga ko'tarilgan bo'lishi mumkin. Bu o'zgarishlar pensiya jamg'armasi faoliyatining samaradorligini oshirish, pensiyalarni yanada adolatli taqsimlash va har bir fuqaroning, ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarning hayot sifati yaxshilanishiga xizmat qilishni maqsad qilgan. Ushbu o'zgarishlar pensiya tizimini yanada shaffof va tushunarli qilishga qaratilgan bo'lib, kelajakda fuqarolarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga asos bo'ladi. Endi esa batafsilroq to'xtalib o'taylik. Nimalarni bilishimiz kerak, kim xavotir olishi kerak va kimga bu o'zgarishlar ta'sir qilmaydi? Birinchidan, pensiya hisoblash metodikasidagi eng katta o'zgarish bu uning dinamikligidir. Ilgari sizning pensiyangiz summasi asosan nafaqaga chiqqan paytingizdagi ish haqingiz va mehnat stajingiz asosida qat'iy belgilangan edi. U keyinchalik faqat inflyatsiya hisobiga, ya'ni narx-navoning umumiy o'sish darajasiga qarab oshirilardi. Endi esa yangi qoidalar pensiya miqdorini har yili kamida bir marta, hatto ba'zi hollarda undan ham tez-tez qayta ko'rib chiqishni nazarda tutadi. Bu faqatgina inflyatsiya hisobiga oshirish emas, balki pensiya jamg'armasining budjet imkoniyatlari va mamlakat iqtisodiyotidagi umumiy vaziyat, masalan, yayim o'sishi, aholi daromadlarining ortishi va ish haqi fondining kengayishidan kelib chiqib, qo'shimcha koeffitsiyentlar qo'llash orqali ham amalga oshiriladi. Bu shuni anglatadiki, iqtisodiyot rivojlansa,
pensiyalar ham shunga mutanosib ravishda o'sish kutiladi. Bu esa pensiya oluvchilarning ijtimoiy adolat hissini kuchaytiradi va ularning turmush farovonligini oshiradi. Kim xavotir olishi kerak? Aslida bu o'zgarishlar barcha pensiya oluvchilarga, shuningdek yaqin kelajakda nafaqaga chiqishni rejalashtirayotganlarga ham ta'sir qiladi. Agar siz hozirda nafaqa oluvchi bo'lsangiz, albatta bu sizning oylik daromadingizga bevosita ta'sir qiladi. Chunki pensiya miqdori o'zgarishi mumkin. Bu o'zgarish ijobiy bo'lishi kutilsa-da, har bir kishining individual holati turlicha bo'lishi mumkin. Agar siz hali ishlayotgan bo'lsangiz va pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsangiz, pensiya hisoblash tartibidagi yangi qoidalar sizning kelajakdagi pensiya miqdorini tushunish uchun muhimdir. Chunki bu sizning kelgusi daromadingizni rejalashtirishda yordam beradi va pensiya yoshiga yetganingizda qanday to'lovlar kutishingizni aniqlashga imkon yaratadi. Shuning uchun bu o'zgarishlarni tushunish sizning shaxsiy moliyaviy strategiyangiz uchun juda muhimdir. Kim xavotir olmasligi kerak? Bu savolga javob berish biroz murakkabroq, chunki o'zgarishlar ko'pchilikka ta'sir qiladi. Biroq, agar siz pensiya tizimidan umuman ololmaydigan, masalan, hech qachon ishlamagan va yoshga doir nafaqa olish huquqiga ega bo'lmagan, boshqa ijtimoiy to'lovlar bilan yashaydigan fuqarolar toifasiga kirsangiz, bu o'zgarishlar sizga bevosita ta'sir qilmasligi mumkin. Masalan, agar siz faqatgina bolalar nafaqasi yoki boshqa bir martalik ijtimoiy yordam oluvchi bo'lsangiz, bu yangi qoidalar sizning to'lovlar turiga bevosita daxl qilmaydi. Lekin baribir qarindoshlaringiz yoki yaqinlaringiz orasida pensiya oluvchilar bo'lsa, bu ma'lumotlar ular uchun juda muhim bo'ladi. Chunki siz ularga bu ma'lumotlarni yetkazish orqali yordam berishingiz mumkin. Shuning uchun bu videoni ularga ham ulashishni unutmang. Keling, bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqamiz. Ular yangi qoidalar qanday ishlashini va turli vaziyatlardagi odamlarga qanday ta'sir qilishini yorqinroq ko'rsatadi. Birinchi misol, Oysha xola sobiq o'qituvchi. Oysha xola 65 yoshda 15 yil davomida maktabda matematika o'qituvchisi bo'lib, yosh avlodga bilim bergan. Uning hozirgi pensiyasi 2 million 300 ming so'm edi. Yangi qoidalar joriy etilgandan so'ng, uning uzoq yillik mehnat staji va pedagogik faoliyati uchun, ayniqsa ta'lim sohasidagi xizmatlari uchun qo'shimcha koeffitsiyentlar hisobga olindi. Bu koeffitsiyentlar uzoq muddatli va ijtimoiy ahamiyatga ega kasblarni rag'batlantirish maqsadida kiritilgan. Dastlabki hisob kitoblarga ko'ra, uning pensiyasi 7 badanga o'sishi kutilmoqda. Bu degani, uning pensiyasi endi 2 million 161 ming so'm bo'ladi. Bu o'sish uning oylik budjetida sezilarli farq qiladi. Ayniqsa hozirgi kunda kommunal to'lovlar, energiya resurslari va oziq-ovqat mahsulotlari narxi oshgan bir paytda. Bu qo'shimcha mablag' uning hayot sifatini yaxshilashga yordam beradi. Chunki u endi dorilar, vitaminlar yoki boshqa zarur xarajatlar uchun ko'proq mablag'ga ega bo'ladi. Hatto uyga biror shirinlik olib borish, nevaralarga sovg'a olish uchun ham mablag' ortadi. Bu uning uzoq yillik fidokorona mehnatiga davlat tomonidan ko'rsatilayotgan e'tiborning amaliy ifodasidir. Ikkinchi misol, Abbos aka nogironlik pensiyasi oluvchi. Abbos aka 20 yoshda. U ikkinchi guruh nogironi bo'lib, 20 yildan beri nogironlik pensiyasi oladi. Uning hozirgi pensiyasi 1 million 800 ming so'm edi. Yangi qoidalar nogironlik pensiyalari uchun ham jiddiy o'zgarishlar kiritgan. Xususan, sog'lig'i cheklangan shaxslarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish maqsadida minimal nogironlik pensiyasi miqdori qayta ko'rib chiqilgan va yuqori darajada belgilangan. Bu nogironligi bo'lgan shaxslarning asosiy ehtiyojlarini qondirishga yordam berish uchun qilingan. Abbos akaning pensiyasi endi 1 million 970 ming so'mga yetdi. Bu 1070 ming so'm qo'shimcha mablag' uning har kuni zarur bo'ladigan tibbiy xarajatlari, masalan, dorilar, bandajlar, maxsus parvarish vositalari yoki maxsus oziq-ovqat mahsulotlarini sotib olishda juda qo'l keladi. Shuningdek, u transport xarajatlariga ham ishlatishi mumkin. Nogironlik pensiyasi oluvchilar uchun bu o'zgarish nafaqat moliyaviy yordam, balki ularga jamiyatda to'laqonli ishtirok etishi uchun berilgan qo'shimcha imkoniyatdir. Bu ularning hayotida ijobiy o'zgarishlar qilishga va ularga ko'proq ishonch berishga xizmat qiladi. Chunki ular o'zlarini davlat tomonidan yanada kuchliroq himoyalangan his etadilar. Uchinchi misol, Nafosat opaning oilasi. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Nafosat opa 2 farzandi bilan yashaydi. Uning turmush o'rtog'i vafot etganidan keyin u bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. Hozirgi pensiya miqdori 2 million ming so'm.
Yangi qonunchilikda boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi oilalar, ayniqsa voyaga yetmagan farzandlari bor oilalar uchun alohida e'tibor qaratilgan. Hukumat bu oilalarning barqarorligini ta'minlashga intiladi. Farzandlarning yoshini inobatga olib, ularning ta'lim olishi va sog'lom o'sishi uchun sharoit yaratish maqsadida bunday oilalarga beriladigan pensiyaga umumman qo'shimcha ustama belgilandi. Demak, Nafosat opaning pensiyasi endi 2 million 310 ming so'mga ko'tariladi. Bu qo'shimcha 210 ming so'm uning bolalarining maktab xarajatlari, o'qish qurollari, kiyim-kechaqlari, shuningdek sport to'garaklarga yozilishi yoki musiqa maktabiga borish uchun juda muhim bo'ladi. Bu o'zgarish asosan yosh oilalarni moddiy qo'llab-quvvatlash va ularning kelajagini ta'minlashga qaratilgan hukumatning ijtimoiy siyosatining bir qismi hisoblanadi. Bu oilalarni moliyaviy jihatdan barqaror qilish va bolalariga yaxshi hayot sharoitlarini yaratish imkonini beradi. Chunki ular bir ota-ona bilan o'sishda davlatning qo'llab-quvvatlashini his qiladilar. 4-misol, Alisher aka, ishlaydigan pensioner. Alisher aka 6 yoshda u nafaqada bo'lishiga qaramay, xususiy korxonada qo'riqchi bo'lib ishlaydi. Uning hozirgi pensiyasi 1 million 900 ming so'm, ish haqi esa 1 million 500 ming so'm. Ilgari ishlaydigan pensionerlarning pensiyalarini hisoblashda ba'zi cheklovlar mavjud edi. Bu esa ko'pincha ularning umumiy daromadlarini kamaytirardi. Chunki ish haqi va pensiya birgalikda ma'lum bir chegaradan oshmasligi kerak edi. Endi esa yangi qoidalar ishlaydigan pensionerlarga nisbatan yanada liberallashtirilgan yondashuvni taklif qiladi. Xususan, ularning pensiyalarini hisoblashda ish haqi to'liqroq hisobga olinadi va ba'zi qo'shimcha koeffitsiyentlar ham tatbiq etilishi mumkin. Bu ularning umumiy daromadini oshirishga qaratilgan. Bu degani, Alisher akaning pensiyasi qayta hisoblanganda uning umumiy daromadi sezilarli darajada oshishi mumkin. Agar uning pensiyasi 5 betiga oshsa, bu 1 million 935 ming so'mga aylanadi. Uning umumiy oylik daromadi esa endi 3 million 400 ming so'mdan 3 million 495 ming so'mga ko'tariladi. Bu uning umumiy oylik daromadini sezilarli darajada oshiradi. Bu unga turmush tarzini yaxshilash va ehtimol kichikroq orzularni amalga oshirish imkonini beradi. Masalan, nevaralarini ziyorat qilish uchun yo'lga pul topishi yoki sog'lig'ini mustahkamlash uchun dam olish maskaniga borishi mumkin. Bu o'zgarishlar pensionerlarning ishga joylashishiga rag'bat beradi va ularning jamiyat iqtisodiyotiga qo'shayotgan hissasini qadrlaydi. Bu ularning nafaqat moddiy, balki ruhiy holatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki ular o'zlarini jamiyatning faol a'zosi sifatida his qilishadi. 5-misol, Gulnora opa yaqinda nafaqaga chiqqan. Gulnora opa bir oy oldin 55 yoshida nafaqaga chiqqan edi. Uning pensiyasi birinchi hisoblashda 2 million 100 ming so'm etib belgilangan edi. Ammo yangi qoidalar ishga tushgach, uning pensiyasi qayta ko'rib chiqildi. Chunki u nafaqaga chiqqanidan keyin birinchi marta o'zgarishlar ta'siriga tushgan yangi pensioner toifasiga kirdi. Yangi tizimda uning so'nggi yillardagi yuqori ish haqi, ayniqsa oxirgi 5 yildagi daromadlari va ko'plab mukofotlari, jumladan uning mehnat faoliyati davomida olgan xizmatlari hisobga olindi. Bu esa uning pensiyasini 2 million 2,5 ming so'mga oshirdi. Bu uning uchun kutilmagan ammo yoqimli yangilik bo'ldi. Bu misol shuni ko'rsatadiki, hatto yangi pensiya oluvchilar ham bu o'zgarishlardan foyda ko'rishlari mumkin. Bu uning pensiya tizimiga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi va kelajakdagi moliyaviy barqarorligiga hissa qo'shadi. Chunki u nafaqada ham o'z daromadining o'sishini kuzata oladi. Bu davlatning aholini ijtimoiy himoya qilish va ularning pensiya yoshidagi hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan qat'iy chorasidir. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, yangi o'zgarishlar har bir shaxsning holatiga qarab turlicha ta'sir qilishi mumkin. Pensiyalar miqdori insonning mehnat staji, ish haqi, pensiya turi va boshqa ko'plab omillarga bog'liqdir. Shuning uchun har bir pensioner o'z pensiya summasini tekshirishi va pensiya jamg'armasidan aniq ma'lumot olishi shart. O'z huquqlaringizni bilish va ulardan foydalanish juda muhimdir. Endi esa qoidalarning istisnolari, tuzoqlar va noaniq jihatlar haqida gaplashaylik. Bu qismi juda muhim. Chunki ba'zi detallar ko'pchilik e'tiboridan chetda qolishi mumkin. Birinchidan, avtomatik qayta hisoblash masalasi. Ko'pchilik pensiya miqdorlari avtomatik tarzda qayta hisoblab chiqiladi deb o'ylaydi. Ammo ba'zi hollarda bu shunday bo'lmaydi. Pensiya tizimi juda murakkab va undagi barcha o'zgarishlarni har bir kishi uchun avtomatik ravishda amalga oshirish texnik jihatdan qiyin bo'lishi mumkin. Masalan,
Agar sizning mehnat stajingizga oid yangi ma'lumotlar paydo bo'lsa, masalan, siz ilgari ishlamaganligingizni tasdiqlovchi arxiv hujjatlarni topgan bo'lsangiz yoki siz oilaviy ahvolingizni o'zgartirgan bo'lsangiz, masalan, turmush qurgan yoki ajrashgan bo'lsangiz va bu sizning boquvchisini yo'qotganlik pensiyangizga ta'sir qilsa yoki yangi qaramog'ingizda bo'lgan shaxslar paydo bo'lsa, masalan, farzand asrab olgan bo'lsangiz, pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz va tegishli hujjatlarni taqdim etishingiz talab qilinishi mumkin. Bu avtomatik tizim barcha jihatlarni qamrab olmasligi mumkinligi sababli yuzaga keladi. Shuning uchun shaxsiy vaziyatingizda biron bir o'zgarish bo'lsa, har doim pensiya jamg'armasi bilan bog'lanib maslahat olishingiz tavsiya etiladi. Ikkinchidan, turli pensiya turlari uchun turlicha qoidalar. Barcha pensiyalar bir xil qoidalar bo'yicha qayta hisoblanmaydi. Pensiya qonunchiligi pensiyalarni bir necha turga ajratadi va har bir tur uchun o'ziga xos hisoblash metodologiyalari mavjud. Masalan, yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi va ijtimoiy pensiya uchun turli xil koeffitsiyentlar va hisoblash metodikalari qo'llanilishi mumkin. Bu degani, bir turdagi pensiyaga ega bo'lgan kishi uchun o'zgarishlar katta bo'lishi mumkin. Boshqa turdagisi uchun esa unchalik sezilarli bo'lmasligi mumkin. Masalan, yoshga doir pensiya oluvchilar uchun mehnat staji koeffitsiyenti muhim bo'lsa, nogironlik pensiyasida nogironlik guruhi va sababi ko'proq ahamiyatga ega bo'ladi. Bu tizimning murakkabligi sababli yuzaga keladigan holat. Shuning uchun sizning pensiya turining o'ziga xos xususiyatlarini bilish juda muhimdir. Uchinchidan, hisoblashdagi xatolar ehtimoli. Har qanday murakkab tizimda bo'lgani kabi, pensiyani hisoblashda ham xatolar yuzaga kelishi mumkin. Bu inson omili, dasturiy ta'minotdagi nosozliklar yoki ma'lumotlar bazasidagi noto'g'ri ma'lumotlar tufayli sodir bo'lishi mumkin. Masalan, sizning mehnat stajingizdagi biror davr noto'g'ri hisoblangan bo'lishi yoki ish haqingiz to'g'ri kiritilmagan bo'lishi mumkin. Agar siz pensiya miqdoridan shubhalansangiz yoki kutilgan o'zgarishni ko'rmasangiz, darhol pensiya jamg'armasiga murojaat qiling va o'z hisob kitoblaringizni tekshirishni so'rang. Bu sizning huquqingiz va sizning foydangizga bo'lishi mumkin. Chunki xato sizning zararingizga bo'lgan bo'lishi ehtimoli bor. To'rtinchidan, e'lon qilinmagan daromadning ta'siri. Agar siz pensiya olib turib, rasman ro'yxatdan o'tmagan holda qo'shimcha daromadga ega bo'lsangiz, masalan, norasmiy ravishda ishlash yoki ijara haqi olish, bu yangi qoidalar bilan bog'liq bo'lmasligi mumkin. Ammo bu sizning pensiya to'lovlaringizga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Pensiya jamg'armasi va soliq organlari o'rtasidagi ma'lumot almashinuvi kuchaytirilgan bo'lishi mumkin. Bu esa noreal daromadlarni anlash imkoniyatini oshiradi. Agar sizdan yashirilgan daromadlar aniqlansa, natijada sizdan noqonuniy olingan pensiya summasini qaytarib berishingiz talab qilinishi yoki hattoki pensiya to'lovlari vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Shuning uchun har doim qonuniy yo'llar bilan daromad olish va buni pensiya jamg'armasiga ma'lum qilish muhimdir. Beshinchidan, hujjatlarning ahamiyati. Pensiya hisoblashda, ayniqsa qayta hisoblashda har bir hujjat muhim ahamiyat kasb etadi. Agar sizda mehnat daftarchasidagi yozuvlarda xatolar, ba'zi ish joylaridan ma'lumotlar yo'qligi yoki boshqa nomuvofiqliklar bo'lsa, bu sizning pensiya miqdorini aniq hisoblashga to'sqinlik qilishi mumkin. Yangi qoidalar bu borada yanada qat'iyroq talablarni belgilagan bo'lishi mumkin, chunki tizim shafqlik va adolatni ta'minlashga qaratilgan. Shuning uchun barcha hujjatlaringizni tartibga solish va ularning to'g'riligini tekshirish juda muhimdir. Agar biror joyda xato yoki kamchilik bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qilishdan oldin ularni bartaraf etishga harakat qiling. 6-dan, regional farqlar va maxsus imtiyozlar. Ba'zi hududlarda yoki maxsus toifadagi fuqarolar uchun, masalan, urush qatnashchilari Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etishda qatnashganlar, xizmat ko'rsatgan artistlar yoki olimlar, mahalliy hokimiyatlar yoki maxsus davlat dasturlari doirasida qo'shimcha imtiyozlar yoki to'lovlar mavjud bo'lishi mumkin. Bu o'zgarishlar umumiy pensiya tizimiga tegishli bo'lib, ammo sizning maxsus imtiyozlaringizga ta'sir qilmasligi yoki aksincha ularni yanada kuchaytirishi mumkin. Shuning uchun o'zingiz yashayotgan hududdagi va o'zingiz mansub bo'lgan maxsus toifadagi imtiyozlar haqida ham ma'lumot olish zarur. Bu ma'lumotlarni mahalliy ijtimoiy himoya bo'limlaridan yoki hokimiyatlardan olish mumkin. Bu murakkabliklar va noaniq jihatlarni bilish
sizga pensiya tizimida o'z huquqlaringizni himoya qilishga va to'g'ri qarorlar qabul qilishga yordam beradi. Har bir holat individual bo'lib, har doim malakali mutaxassisdan maslahat olish afzaldir. Amaliy maslahatlar, siz nima qilishingiz kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Ya'ni bu yangiliklar sharoitida sizning harakatlaringiz qanday bo'lishi kerakligi haqida aniq va tushunarli ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam, pensiya to'lov kartangizni tekshiring. Eng birinchi navbatda bugungi kundan boshlab sizning pensiya to'lov kartangizga tushgan summani tekshiring. Bu jarayon juda oddiy va tezkor. Buning uchun siz bankomatdan chek olishingiz yoki mobil banking ilovangiz orqali tranzaksiyalarni ko'rib chiqishingiz mumkin. Agar siz odatdagidan ko'proq pul tushganini ko'rsangiz, bu o'zgarishlar sizga ijobiy ta'sir qilganligini anglatadi va sizning pensiyangiz oshirilgan bo'ladi. Agar miqdor o'zgarmagan bo'lsa yoki hatto kamaygan bo'lsa, xavotirga tushmang. Lekin keyingi qadamlarga o'ting. Chunki bu biror xatolik yoki sizga nisbatan qo'shimcha ma'lumotlar talab qilinishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ba'zida hisob-kitoblar texnik sabablarga ko'ra 1-2 kun kechikishi mumkin, lekin baribir tekshirib turish muhim. Ikkinchi qadam. Pensiya jamg'armasining rasmiy saytini yoki telefon liniyasini tekshiring. O'zbekiston Respublikasi Pensiya jamg'armasining rasmiy veb saytiga kiring. Odatda uz domenida bo'ladi. Odatda bunday muhim o'zgarishlar haqidagi barcha ma'lumotlar, shu jumladan yangi hisoblash metodologiyasi, tez-tez beriladigan savollar va ularga javoblar aynan shu yerda e'lon qilinadi. Ba'zida hatto shaxsiy kabinet orqali o'z pensiya hisob-kitobingizni ko'rish imkoniyati ham yaratiladi. Bu esa sizga uydan chiqmasdan ma'lumot olish imkonini beradi. Agar internetga kirish imkoniyatingiz bo'lmasa yoki undan foydalanish qiyin bo'lsa, pensiya jamg'armasining ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib vaziyatni aniqlashingiz mumkin. Telefon raqamlarini rasmiy manbalardan, masalan, hukumat saytlaridan yoki ishonchli yangiliklardan oling. Firibgarlik holatlariga tushib qolmaslik uchun ishonchsiz raqamlarga qo'ng'iroq qilmang. Uchinchi qadam, shaxsiy murojaat agar kerak bo'lsa. Agar sizda hali ham savollar bo'lsa, onlayn ma'lumotlar yetarli bo'lmasa yoki pensiya miqdoridan norozi bo'lsangiz, bevosita yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Bu eng samarali usul. Chunki u yerda sizning shaxsiy holatingiz bo'yicha mutaxassisdan to'g'ridan-to'g'ri maslahat olishingiz mumkin. Qaysi hujjatlar kerak bo'ladi? Pensiya jamg'armasiga borishdan oldin kerakli hujjatlarni tayyorlab olishingiz shart. Odatda sizga pasportingiz yoki ID kartangiz, pensiya guvohnomangiz, mehnat daftarchangiz agar sizda mavjud bo'lsa va unda o'zgarishlar yoki aniqliklar kiritish kerak bo'lsa va agar bo'lsa bank kartangizning raqami kerak bo'ladi. Ba'zi holatlarda, masalan, nogironlik pensiyasini qayta hisoblashda tibbiy ma'lumotnomalar, nogironlikni tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi uchun esa oila a'zolarining tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, nikoh yoki ajrim guvohnomalari, vafot etganlik haqidagi guvohnoma kabi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Pensiya jamg'armasiga borishdan oldin ularning telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib, sizning shaxsiy vaziyatingiz uchun qanday hujjatlar zarurligini aniqlab olishingizni qat'iy tavsiya qilaman. Bu sizning vaqtingizni tejaydi va keraksiz ovoragarchiliklardan saqlaydi. Nima yozish kerak? Agar sizga pensiya jamg'armasi xodimi tomonidan arizanoma yozish kerakligi aytilsa, uni to'g'ri rasmiylashtirish muhimdir. Arizaning yugori o'ng burchagida o'zingizning to'liq ism-sharifingizni, yashash manzilingizni va telefon raqamingizni ko'rsatilgan. Undan pastroqda markazda katta harflarda ariza deb yozing. So'ngra sizning murojaatingiz sababini qisqa, aniq va tushunarli tarzda bayon qiling. Misol uchun, pensiya tizimidagi yangi o'zgarishlar sababli pensiyamni qayta hisoblab chiqishingizni so'rayman va hisob-kitoblarimni tushuntirib berishingizni iltimos qilaman. Yoki mening pensiyamda noto'g'ri hisob-kitob bo'lishi mumkinligidan shubhalanaman. Iltimos, ushbu holatni batafsil tekshirib bering va aniq javob bering. Arizaga sanani va imzoingizni qo'yishni unutmang. 4-qadam, murojaat natijalarini kuzatib boring. Arizangizni topshirganingizdan so'ng uning ko'rib chiqilish muddatini pensiya jamg'armasi xodimidan so'rab oling va yozib qo'ying. Odatda davlat idoralari fuqarolarning murojaatlarini ma'lum bir qonuniy muddatda, masalan, 15 yoki 30 ish kuni ichida ko'rib chiqish shart. Agar belgilangan muddatda javob olmasangiz yoki olingan javob sizni qoniqtirmasa, qayta murojaat qilishdan yoki yuqori turuvchi organlarga, masalan,
Adliya vazirligining fuqarolar murojaatlari bo'limiga yoki hukumat portallariga shikoyat qilishdan tortinmang. Bu sizning qonuniy huquqingiz. Har bir qadamni yozib borishingiz, murojaatlaringizning sanalarini, kim bilan gaplashganingizni, qaysi sana va qaysi xodimdan qanday javob olganingizni qayd etib borishingiz juda muhimdir. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday tushunmovchiliklarni hal qilishda sizga yordam beradi va sizning ishingizni tezroq hal qilishga xizmat qiladi. Qisqacha xulosa qilib aytadigan bo'lsam, hurmatli tomoshabinlar, bugungi kundan boshlab pensiya tizimida jiddiy o'zgarishlar kuchga kirdi. Bu o'zgarishlar sizning pensiya miqdoringizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun albatta pensiya to'lov kartangizni tekshiring. Pensiya jamg'armasining rasmiy ma'lumot manbalaridan xabardor bo'ling va zarurat tug'ilganda shaxsiy murojaatdan tortinmang. O'z huquqlaringizni biling va ularni himoya qiling. Chunki har bir so'm sizning mehnatingiz va hayotingizning natijasidir. Bu o'zgarishlar sizning moliyaviy barqarorligingizni yaxshilashga yordam berishi kerak va biz hammamiz bunga umid qilamiz. Umid qilamanki, bugungi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Agar sizda savollar bo'lsa yoki o'z fikrlaringizni, tajribalaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, videoning ostiga izoh yozib qoldiring. Men har bir savolga imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Chunki sizning fikringiz biz uchun juda muhimdir. Shu bilan birga eslatib o'taman, kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu bizga kelajakda ham shunga o'xshash muhim va foydali kontent yaratishimizga motivatsiya beradi va bu ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkazishimizga yordam beradi. E'tiboringiz uchun rahmat va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.